Barchamizga ma'lumki, joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekiston Respublikasi bo'ylab mahalla fuqarolar yig'inlari raislari saylovi bosqichma-bosqich tashkil etilmoqda. Ushbu jarayon fuqarolarning o'z mahallalarida o'zgarishlar qila oladigan, jamoatchilik ishonchini qozongan, halol va fidoyi nomzodlarni tanlashiga xizmat qilmoqda. Saylovlarning ochiqligi, adolatliligi va fuqarolarning faolligini ta'minlash asosiy mezonlardan biri sifatida qaralmoqda. Shofirkon tumanidagi Do'rman mahallasida bo'lib o'tgan saylov aynan shunday demokratik ruhda bahs-munozaralar bilan o'tdi. Saylov oldidan vakillar nomzodlarning dasturlari bilan batafsil tanishib chiqdilar. Ularda mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji, yoshlarga e'tibor, infratuzilma muammolarining hal etilishi kabi masalalar o'z aksini topgan. Ovoz berish jarayonida hudud aholisi o'zlari munosib deb bilgan nomzodga ovoz berdilar. Saylovda faollik yuqori bo'lib, fuqarolarning o'z kelajakka befarq emasligi yana bir bora namoyon bo'ldi. Barchamizga ma'lumki, saylov jarayoni demokratik davlatning huquqiy poydevori hisoblanadi. Biz shu paytgacha prezidentlik saylovlarida, deputatlik saylovlarida ishtirok etdik. Bugun esa faol fuqarolik pozitsiyasida turib, mahalla raisi saylovida Do'rman qishloq fuqarolar yig'ini aholisi bilan birgalikda jipslashib turibmiz. Bugungi mahalla raisi saylovi jarayonida aholimizni yuksak saviyada ishtirok etishi avvalambor aholimizni siyosiy ongini o'sganligida deb bilaman. Ular mana shu keyingi 5 yilda o'zlariga munosib nomzodni, o'zlarini quvonch va dardlariga sherik bo'ladigan mahalla yo'lboshchisini saylash uchun kelganligini ularning yuz-ko'zlaridan sezish qiyin emas. Men ham mana shu saylov jarayonida ishtirok etdim. Saylovda faollik yuqori bo'lib, fuqarolarning o'z kelajagiga befarq emasligi yana bir bora namoyon bo'ldi.